Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi tomonidan Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limi nazoratidagi shaxslar va jamoatchilik ishtirokida sayyor sud o'tkazildi. Hozir shu haqda. Mahkumlarni jazosini og'irroq jazo bilan almashtirish to'g'risida ta'minotlarni ko'rib chiqadi. Sud adolatni o'rnatishga, jamiyatni illatlardan tozalashga xizmat qiladi. Joylarda tashkil etib kelinayotgan sayyor sudlar esa qonun ustuvorligini namoyon etish bilan bir qatorda insonparvarlik tamoyillariga ham asoslanganini ko'rsatadi. Bugungi kunda Qo'qon shahar probatsiya bo'limida 1802 nafar nazoratdagi shaxslar jazo muddatini o'tab kelmoqda. O'tgan 3 oy davomida nazoratda turgan mehnatga halol munosabatda bo'lgan 150 nafar nazoratdagi shaxslar muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Bundan tashqari sud tomonidan belgilangan cheklovlarga amal qilmasdan jazo o'tashdan bo'yin tovlab kelayotgan 70 nafar nazoratdagi shaxslarning jazo turlari boshqa jazo turiga, og'irroq jazo turiga almashtirildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi hamda Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limi hamkorligida nazoratdagi shaxslar va jamoatchilik ishtirokida o'tkazilgan sayyor sudda 13 nafar nazoratdagi shaxslarning sud ishlari ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudi sudyasi Qobil Abdullayev sud ish hujjatlarini atroflicha o'rganib chiqib, insonparvarlik tamoyiliga tayanib, Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi probatsiya bo'limi hisobida turib, mehnatga halol munosabatda bo'lib, o'rnatilgan tartib-qoidalarga rioya qilgan, o'z xulqini ijobiy tomonga o'zgartirgan, sodir etgan jinoyatining oqibatlarini to'la anglab yetib, tuzalish yo'liga o'tgan, sudlar tomonidan o'rnatilgan taqiq va cheklovlarga to'liq amal qilgan 7 nafar mahkumlarni muddatidan ilgari shartli ozod etdi. Yoshlik qilib, xato qilganligim uchun jazo muddatini o'tab turgandim. Bugun sayyor sud majlisida bugun meni shartli ozod qilishdi. Buning uchun minnatdorchilik bildiraman. Shu jinoyat qilganimni ichimdan pushaymonman. Endi boshqa bu yomon yo'lga kirmayman, qayta jinoyat sodir etmayman. Sayyor sud majlisi davomida jazoni o'tash davrida belgilangan tartib va qoidalarga rioya etmagan 4 nafar nazoratdagi shaxslarning jazo turi og'irrog'iga almashtirilgan bo'lsa, 2 nafar mahkumga o'ziga to'g'ri xulosa chiqarmaganligi bois qamoq jazosi tayinlandi. O'talmay qolgan 1 yil 3 oy ozodlik cheklash jazosi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga almashtirilsin. Ma'lum nazar sud zalida qamoqqa olinsin. Jamiyatimizda shaxsni tarbiyalash orqali sog'lom muhit yaratish vazifasi nafaqat sudlarning, balki keng jamoatchilik, qolaversa har bir fuqaroning burchi ekanini unutmaslik lozim. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.